Hammaga xayrli kun. Siz Aldani YouTube kanalidasiz va bugun sizlar bilan Istanbuldagi top 4 ta kutubxona haqida gaplashamiz. Barchasi shu videoda obuna bo'ling. Birinchi kutubxonamiz bu Sulaymoniya kutubxonasi. Azizlar, hozir biz Istanbuldagi Rami kutubxonasiga keldik. Istanbul shahrida joylashgan yana bir ajoyib kutubxonalardan biri Otaturk kutubxonasi. Vitaliy Hokko kutubxonasi. Afsuski, yopiq ekan. Hammaga xayrli kun. Siz Aldani YouTube kanalidasiz va bugun sizlar bilan Istanbuldagi top 4 ta kutubxona haqida gaplashamiz. Barchasi shu videoda obuna bo'ling. Birinchi kutubxonamiz bu Sulaymoniya kutubxonasi. Istanbuldagi eng qadimiy kutubxonalardan biri hisoblanadi bu kutubxona. Sulaymoniya kutubxonasi 2 qismdan iborat. Bu asosiy birinchi qismi 1557-yilda tashkil qilingan. Bu esa yonidagi ikkinchi qismi. Sulaymoniya kutubxonasi tarix sahifalariga chuqurroq sho'ng'iymiz. Sulaymoniya kutubxonasi Istanbuldagi eng muhim tarixiy kutubxonalardan biridir. U mashhur Sulaymoniya masjidi majmuasi tarkibida joylashgan. Bu kutubxonaning eng katta boyligi minglab qadimiy qo'lyozmalar. Bu yerda islom ilmlari, tarix, astronomiya, tibbiyot va adabiyotga oid noyob asarlar saqlanadi. Ko'plab qo'lyozmalar bir necha 100 yillik tarixga ega. Ular orasida oltin suvi bilan bezatilgan sahifalar, qo'lda yozilgan Qur'on nusxalari va ilmiy traktatlar mavjud. Dunyoning turli mamlakatlaridan olimlar aynan shu qo'lyozmalarni o'rganish uchun kelishadi. Kutubxona nafaqat bilim maskani, balki Usmonli davri me'morchiligining ham go'zal namunasi hisoblanadi. Binoning har bir qismi tarix nafasi bilan sug'orilgan. Bu yerga kirgan inson o'zini go'yo bir necha asr avvalgi ilm-fan markazida turgandek his etadi. Sulaymoniya kutubxonasining ichki qismi, ya'ni qadimiy qo'lyozmalar saqlanadigan qismini videoga olishga ruxsat berishmadi. Lekin kirib ko'rib o'qishingiz mumkin. Asosiy qo'lyozmalar arab va fors tilida saqlanadi bu kutubxonada. Sulaymoniya kutubxonasida asosan arabcha hamda forscha kitoblar mavjud bo'lib, bu yerga kirib, o'qib, o'rganib, asosan tadqiqot qilishadi. Qadimiy kitoblar, qo'lyozmalar 1557-yilda ochilgan bu kutubxonada hammasi mavjud. O'sha yildan boshlab hozirgacha bo'lgan davrdagi kitoblarni bu kutubxonada saqlashadi. Ko'p qismini, asosan hammasini emas. Azizlar, hozir biz Istanbuldagi Rami kutubxonasiga keldik. Rami kutubxonasi. Hozir biz Rami kutubxonasining ichki qismidamiz, ya'ni hovli qismida. Juda keng va juda katta hovli qismiga ega bu kutubxona. Rami kutubxonasi harbiy kazarmadan ilm maskanigacha. Istanbuldagi Rami kutubxonasi shunchaki kutubxona emas, u bir vaqtlar Usmonli imperiyasining eng muhim harbiy kazarmalaridan biri bo'lgan. Rami kazarmasi 18-asrning ikkinchi yarmida Sulton Mustafa III davrida qurilgan. Keyinchalik Sulton Mahmud II davrida kengaytirilib, Usmonli armiyasining harbiy tayyorgarlik joylashuv markaziga aylangan. Bu yerda minglab askarlar yashagan, mashq qilgan va imperiyaning muhim harbiy qarorlarini qabul qilgan. Vaqt o'tishi bilan kazarma o'z ahamiyatini yo'qota boshlaydi va uzoq yillar turli maqsadlar uchun ishlatiladi. Nihoyat keng ko'lamli yangilanish ishlari olib borilib, tarixiy bino zamonaviy kutubxonaga aylantiriladi. Rami kutubxonasi 2023-yilning 13-yanvarida rasman ochiladi. Bugungi kunda Rami kutubxonasi Turkiyaning eng yirik kutubxonalaridan biri hisoblanadi. Majmua taxminan 220 ming kvadrat metr maydonga ega. Uning markazida yashil bog'lar, sun'iy hovuz joylashgan bo'lib, tashrif buyuruvchilar kitob o'qish bilan birga dam olishlari ham mumkin.
Kutubxona fonida 200 milliondan ortiq kitoblar va bosma manbalarni saqlash imkoniyati mavjud. Bu yerda umumiy o'quv zallari, bolalar kutubxonasi, tadqiqotchilar uchun maxsus bo'limlar, raqamli kutubxona, ko'rgazmali zallar va madaniy tadbirlar uchun maydonchalar faoliyati yuritiladi. Bu yerga nafaqat talabalar va olimlar, balki oddiy sayyohlar ham kelishi mumkin, chunki Ramiy kutubxonasi ilm-fan markazi bo'lishi bilan birga Istanbulning yangi madaniy ramzlaridan biriga aylangan. Kutubxonaning asosiy maqsadi tarix va zamonaviylikni birlashtirish. Shu sababli bu yerda qadimiy asarlar ham, eng yangi nashrlar ham mavjud. Agar Istanbuldagi eng ta'sirli kutubxonani tanlash kerak bo'lsa, ko'pchilik aynan Ramiy kutubxonasini birinchi o'ringa qo'yadi. Ramiy kutubxonasi bugun Istanbulning eng mashhur ilm va madaniyat markazlaridan biri bo'lib, bir vaqtlar askarlar qadami yangragan tarixiy binoda endi ilm izlovchilar kitob mutolaa qilmoqda. Bu esa tarix va zamonaviylikning noyob uyg'unligini namoyon etadi. Istanbul shahrida joylashgan yana bir ajoyib kutubxonalardan biri Otaturk kutubxonasi. Kirish qismi. Otaturk kutubxonasi Istanbulning eng qimmatli xazinalaridan biri hisoblanadi. Bu kutubxonaga kirishda siz pasport kontroldan o'tasiz, xuddi aeroportdagi kabi. Lekin bu kutubxonada siz pasportingizni kutubxona xodimlariga topshirasiz, qaytishda esa qaytarib olasiz. Otaturk kutubxonasining tarixi Turkiya Respublikasining tashkil topgan ilk yillariga borib taqaladi. Bugungi zamonaviy binosi esa 1981-yilda Taqsim yaqinidagi Machka bog'i hududida foydalanishga topshirilgan. Kutubxona mashhur turk me'mori Sedat Hakki Eldem tomonidan yaratilgan. Uning ulkan oynalari orqali Bosfor bo'g'ozi va Istanbulning betakror manzarasi ko'rinib turadi. Shu sababli bu joy nafaqat ilm izlovchilar, balki sayyohlarning ham sevimli maskaniga aylangan. Ammo Otaturk kutubxonasining eng katta boyligi uning binosi emas, balki ichidagi saqlanayotgan bebaho merosdir. Bu yerda 700 mingdan ortiq kitob va hujjatlar mavjud. Ular orasida yuzlab yillik qo'lyozmalar, Usmonli davrida chop etilgan noyob kitoblar, qadimiy xaritalar, eski gazeta va jurnallar, fotosuratlar ham mavjud. Tarixchi olimlar va talabalar aynan shu manbalardan foydalanib, Turkiya tarixini yanada yaxshiroq o'rganishadi. Kutubxona zamon bilan hamnafas ravishda rivojlanmoqda. Minglab tarixiy qo'lyozmalar va hujjatlar raqamlashtirilmoqda. Endilikda dunyoning turli mamlakatlaridagi tadqiqotchilar ham ushbu noyob manbalarni internet orqali ko'rish imkoniyatiga ega. Bu esa tarix merosini kelajak avlodlarga saqlab qolishda muhim qadam hisoblanadi. Agar Istanbulga kelsangiz, Otaturk kutubxonasiga albatta tashrif buyuring, chunki bu yer shunchaki kitoblar saqlanadigan bino emas. Bu Turkiyaning ilm-fan madaniyati va tarixini asrab kelayotgan bebaho xazina, balki siz izlayotgan tarixiy sir aynan shu javonlar orasida yashiringandir. Vitaliy Hokko kutubxonasi afsuski yopiq ekan. Bu kutubxona haqida alohida video tayyorlashga harakat qilaman. Obuna bo'ling, like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Aldani, siz bilan birgalikda sayohat qilmoqdamiz.